Assalomu alaykum. Bugungi to'xtalib o'tirgan mavzuimiz alohida hisob va uni yuritish qoidalari haqidagi mavzumizga 5-qismi bo'ladi. Agar korxona mavzumizni 4-qismidagi kombinatsiyalashgan tizimni qo'llasa, buxgalteriya dasturida daromad va xarajatlar subkontrolini to'g'ri sozlashga lozim bo'ladi. Sozlab qo'yish kerak buni o'sha holatga. Endi qaysidir korxonada ADNS, qaysidir korxonada boshqa programmalar bo'lishi mumkin. Har bir xarajat hujjati kiritilayotganda uning qaysi faoliyatga tegishli ekanligini aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, soliqqa tortiladigan, soliqdan ozod qilingan, taqsimlanadigan bularga buxgalterlar judayam e'tibor berish kerak bo'ladi. Maqsadli tushumlar va maqsadli moliyalashtirish mablag'lari foyda solig'ini hisoblashda daromad sifatida qaralmaydi. Masalan, grantlar, subsidiyalar, a'zolik badallari, byudjet mablag'lari bo'lishi mumkin. Biroq e'tibor bering, buning asosiy va majburiy sharti ularning alohida hisobni yuritish faqat belgilangan maqsadda ishlatishdir. Agar alohida hisob kiritilmasa yoki mablag' boshqa maqsadlarga sarflansa, ushbu mablag'lar korxonaning soliqqa tortiladigan daromadiga aylanadi. Maqsadli daromadlar bilan ishlovchi tashkilotlar ayrim qoidalarga amal qilishlari shart bo'ladi. Bularda ko'pincha nodavlat notijorat tashkilotlari, davlatdan subsidiya olgan tijorat tashkilotlari kiradi. Ayrim qoidalarga to'xtalib o'tamiz. Alohida zashyotlar. Buxgalteriya hisobida maqsadli mablag'lar va ularni sarfi alohida zashyotlar yuritilishi shart. Masalan, 8800 maqsadli zashyot guruhiga kiritilishi mumkin yoki boshqa. Ikkinchisi, smetaga muvofiqlik. Har bir maqsadli mablag'ning o'z tasdiqlangan xarajatlar smetasiga bo'lishi va xarajatlar faqat shu smeta doirasida amalga oshirilishi lozim. Grantlar bo'lishi mumkin yoki davlatdan subsidiya olgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, to'g'ridan to'g'ri bog'lash. Ya'ni maqsadli ish haqi yoki xizmatlar faqat ushbu maqsadlar loyihasida to'g'ridan to'g'ri to'lanishi kerak, bog'lanishi kerak. Umumiy xarajatlarni taqsimlash. Qarang, agar tashkilot ham soliqqa tortiladigan tijorat faoliyati ham maqsadli dastur bilan shug'ullansa, umumiy xarajatlar mutanosib usulda taqsimlanadi. Maqsadli faoliyat ulushiga to'g'ri kelgan xarajatlar foyda solig'i hisoblanayotganda chegaralangan xarajatlarga kiritilmaydi. Sizlardan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga o'tib savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atroflicha javob beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qiling.